ikimiz. Bulbullar Ha, nima yig'layapsan? bu bog'da. Nima yig'layapsan? To'g'ri. San'atkorligimni yig'ishtiraman. Nima bo'ldi? Binomga olmadi. Olmaydi-da. Talantim bor-ku tog'a. Endi nima qilmoqchisan? Endi prezident bo'laman. Ha, prezident bizasiz nima qilasiz? Prezident bo'lsam, birinchi очередь Jahongir Otajonovga og'zini tikaman. Chunki oxirgi payt juda ko'p gapirib boryapti. Harom. Toshkentda bittasi yerga dumalab prezident bo'laman deyapti. Prezident bo'lish osonmi? Nima qilay qal? Bosh stollarga qara. Bor. Nima qilay? Hay to'g'ri. Bugun binom ishxonaga o'tiradi. Ko'zingni o'ynatsang, ko'zingni yuvib olaman.